Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar. Ijtimoiy raqamlar tomonidan bir oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tadi. Tadbirkorlar va kredit olish istagini bildirgan fuqarolar bilan uchrashuvdan maqsad o'sha tadbirkorlar qilmoqchi bo'lgan yoki o'sha pul masalasi, kredit masalasi muammo bo'lgan fuqarolar bilan oshkora gaplashib, o'sha kredit nimalarimizni, tovarlarni taklif qilamiz. Hop, bizda hozirgi kunda 3 ta kredit turi mavjud. Birinchi kredit turimiz iste'mol shaxslariga minimaldan boshlab 12 million so'mgacha bu biznesga birinchi qadam hisoblanadi va bu kreditni foizi 25% agar ayol kishi oladigan bo'lsa 23% bo'ladi. Muddat 5 yil. Kategoriyasi beriladi. Faqat o'sha saytnoma tajriba asosida o'sha paket qonunga o'sha paket qilish kerak bo'ladi. Bu hech qanaqa ta'minotchi qilsa berilmaydi, qilsa berilmaydi. O'zini shaxsiy qilish kategoriyasiga beriladi. Endi yuqori kredit turimiz bor 50 million so'mgacha. Muddat 5 yil buni. Bu 25%, ayollarga 23%. 2 yil imtiyozda, 2 yil davomida 50 million faqat foizini to'laysiz. 3 yildan boshlab ta'lim boshlanadi, ta'limga foiz to'lab ketiladi. Bu ham kategoriyaga beriladi. Endi bu yana bitta kredit turimiz bor. Buni bichalik yuqoriroq bo'ladi. Yuridik shaxslarga, MCJ, o'sha fermer xo'jaligi, boya korxonalarga xususiyligi bo'yicha 100 million so'mgacha beriladi, 100 million so'mgacha garov beriladi. 100 million so'mga yuqorisi 100 million so'mgacha esa o'sha avtomobil yoki noturar joyda bu agar firma rahbari erkak kishi bo'lsa 20%, agar firma rahbari ayol kishi bo'lsa 19% bo'ladi. Bu yerda hamma kredit turlarimizda ayollarniki 2% pasaytirilgan. Bundan maqsad o'sha ayollar tarafini rivojlantirish va o'sha mablag'dan bo'lgan kamchiliklarni o'sha banklarga naqd berish. Bu lekin uchinchimizda agar ayol mablag'ga naqd shaklda olmoqchi bo'lsa, bu shaklda 1,5 ming beriladi. Yo tovar olmoqchi bo'lsa yoki shu uskuna ishlab chiqarish uchun mavjud frazer bo'ladi, misol uchun tikuvchilik uchun tikuv mashina yoki o'sha mo'lka xona uchun karshi o'sha narsalar uchun 7 yil muddatga beriladi.